Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. 2025-yil 29-mart sanasida sizlarga yangi navdagi giloslarimizni ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Sorti Sweet Ariana, o'zini-o'zi gullaganda 100% chaynatadigan yangi navlarimiz do'stlar. Xudo xolasa mana effektini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa endi hozir gullab, gulini to'kish jarayoni bo'lyapti. Kapennissa bilan sug'oriladigan bog'imiz do'stlar, bu yil 3-bahorda ko'radi do'stlar. Kuz oyida ekilgan ko'chatlarimiz do'stlar mana. Xudo xolasa bog'larimiz kapennissa tomchilatma bilan sug'oriladi. Bitta shaftoli, bitta gilos deb qo'yganmiz do'stlar. Oraliq masofasi 5 ga 2 sxemada ekilgan. Shaftollarimiz ham endi xudo xolasa gulini to'kish jarayoni. Bu ham bitta-ikkita mevasi bor mana do'stlar. Bular gilos ekilgandan keyingi yiliga, bu yil endi 2-bahorda ko'radi. Keyingi yiliga ekilgan giloslarimiz juda zo'r. Xudo xolasa tomchilatma bilan sug'orishda shunchalik bo'lyapti do'stlar, lekin holati ancha-muncha joylardan, ancha-muncha bog'dan yaxshi deb o'ylayman. O'zlaring ham ko'ringlarchi. Xudo xolasa buni ishonchli ko'chatlarni biz sotdik. Hamma internetda bizni ko'rayotganlar xudo xolasa olishdi. Buni ko'chatlari yana kuzgi mavsumga tayyor bo'ladi do'stlar. Hozirdan zakaz berishlarini so'raymiz, chunki zakazlarimizni hozirdan olishni boshlaganmiz. Ko'chatlarimiz bir yil erta kunda tugab qoldi. Shuning sababli kuzga ham tugab qolishi mumkin do'stlar. Buni ishonchli ko'chatlaridan bor. Kerak bo'ladigan bo'lsa, shuna sxemada bog'lar qilib berish sharoitlari bor bizda. O'zlarimizni bog' qilib berishimiz mumkin. Mana do'stlar, ba'd issiq joyga, do'ngli, qirli joyga kapennissa bilan sug'orilgan joy do'stlar. Baytlarda ariqda sug'orilgan sharoit yo'q. Artizandan foydalanilgan, hovuzga suv to'planib olib turib, kapennissada sug'orilyapti do'stlar. Effekt xudo xolasa biri mana 3-yil bo'lsa, bir yildan mana mevaga kirib qilingan rasodlar xudo xolasa qoplashini umid qilib turibmiz do'stlar. Chiroyli bo'lsa, mehnatga bitta like bosishni unutmanglar do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.